Endi sun'iy intellekt intellektual erkinlik nomi ostida ilgari taqiqlangan mavzularni ham muhokama qilishi mumkin bo'ladi. Sizningcha undan senzurani olib tashlash qanchalik to'g'ri? Daryo aholining fikriga yuzlandi. Qaysi sun'iy intellektdan eng ko'p foydalanasiz bugun? GPT-4. Har doim to'g'ri javob beradimi? Именно men berayotgan savollarimga to'g'ri javob beradi, lekin есть такие моменты, где приходится задавать дополнительные вопросы, чтобы уточнять и получать нужную для себя информацию. ChatGPT. Har doim ham to'g'ri javoblar chiqaradimi sizga? Ayrim payt chiqaradi, ayrim payt chiqara olmaydi. ChatGPTdan. Har doim ham sizga to'g'ri javob To'g'ri chiqarib beryapti, o'zim yo'nalishim bo'yicha. Men foydalanmayman hozir. ChatGPT. ChatGPT sizga har doim to'g'ri javob chiqarib beradimi? Har doim emas lekin. ChatGPT Sizga har doim to'g'ri javob chiqarib beradimi? tushunarsizroq. Hozirgi paytlarda men ko'proq ChatGPT bilan DeepSeek'dan foydalanaman. Aniq ma'lumotlarni chiqarib beradimi? Yo'q, har doim ham to'g'ri ma'lumot chiqarib bera olmaydi. Masalan, ko'proq ofitsialniy ma'lumotlarni topishda sal qiynaladi. Buni men ko'proq o'zim qaytadan tekshirib ko'rganimda sezganman. ChatGPTdan ko'proq foydalanaman. Sizga har doim to'g'ri javob chiqarib beradimi ChatGPT? Yo, bir xil paytda xatolar qiladi. OpenAI bo'lsa kerak. Da. ChatGPT. Har doim ham sizga to'g'ri javoblar chiqarib beradimi? Da. Yaqinda ChatGPTdan senzura, ya'ni cheklov olib tashlandi. Bunga fikringiz qanaqa? Olib tashlanishi kerakmi yoki senzura bo'lishi kerakmi sun'iy intellektda ham? Unga fikrim yo'q to'g'risi. Endi buni плюс taraflari ham bor и минус taraflari ham bor, потому что если честно взять мое мнение, это, наверное, хорошо, скорее всего, чем плохо. Unisini bilmadim lekin uncha vaqtim bo'lmayapti. Kirishga ish bilan bo'lib, boshqa bilan bo'lib. Menimcha bu yaxshi. Ayniqsa men bu ko'proq studentlarga yordami tegadi bu. Menimcha plyus deb o'ylayman. Menimcha bu narsa to'g'ri emas, chunki yaqinda o'qib qoldim, ya'ni ChatGPT qochib ketishga urinish nima qildi, lekin uni bloklab to'xtatib qolishibdi. Bu u baribir unga qanaqadir cheklovlar bo'lishi kerak. Yaxshi ham yomon ham bo'lsa kerak. Menimcha hozir o'zi hamma ChatGPTga bog'lanib qolgan-ku. Bir tarafdan odamning fikrlashi ham pasayib ketadi ChatGPT bilan. Shu bilmadim. Unisini bilmadim. Men unaqa ko'p foydalanmayman, to'g'risini aytaman. ChatGPTdan ko'ra bu kitoblar, ma'lumotlar shundan foydalangan ma'qulroq. Internetda o'zidan ham ko'p ma'lumot topsangiz bo'ladi.